O'zbekiston 2030 strategiyasida yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrov darajasini kamida 50% ga yetkazish va dunyo reytingida kuchli mingtalikka kiruvchi oliy ta'lim muassasalari sonini oshirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Poytaxtimizda o'tkazilayotgan xalqaro kasb va ta'lim ko'rgazmasi ana shu maqsadlar yo'lidagi amaliy qadamdir. Ushbu ko'rgazma orqali dunyoning 100 ga yaqin yetakchi universitetlari o'zbekistonlik yoshlar uchun o'z eshiklarini ochmoqda. Jarayonlardan muxbirimiz xabar qiladi. 2025-2026 yilgi o'quv yili tugashiga bir necha oylar qoldi. Bitiruvchilarni esa o'z tanlagan mutaxassisliklari bo'yicha qaysi universitetni tanlasam ekan degan savol qiynashi mumkin. Yoshlarni xorijiy va mahalliy universitetlar bilan tanishtirish maqsadida poytaxtimizda xalqaro ta'lim va kasb ko'rgazmasi ochilishi o'tkazildi. Unda 30 dan ortiq davlatlarning 100 ga yaqin universitetlari ishtirok etmoqda. Asosiy maqsad esa abituriyentlarning xalqaro ishonchli universitet tanlashlari, deydi Yoshlar ishlari agentligining boshqarma boshlig'i. Yoshlarimiz turli ishonchsiz oliy ta'lim muassasalariga chetda aldanib qolayotgan holatlarni ko'rishimiz mumkin va bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan ancha foizga oshgan. Yoshlarimiz bilib bilmasdan ishonchsiz konsullarga borib, o'qishlarga topshirib, xorijga borgan vaqtda aldangan holatlarni ko'rib qolishimiz mumkin. Va aynan bu ta'lim va kasb ko'rgazmasi ham mana shunaqa aldanmasdan to'g'ri ta'lim dargohini tanlashlari uchun bir yangi imkoniyatlardan biri bo'ladi. Bugun iqtisodiyotimizning barcha tarmoqlari raqamlashmoqda. Davlat dasturi doirasida IT parklar va innovatsion markazlar tarmog'i kengaymoqda. Ko'rgazmada esa sun'iy intellekt, biotexnologiya, kiberxavfsizlik va kreativ iqtisodiyot kabi kelajak kasblarga bo'lgan qiziqish katta. Universitetga hujjat topshirish jarayonlarini juda yaxshi tushuntirib berishdi. Savollarimiz javobsiz qolmayapti. Aviasozlik institutiga kirmoqchiman. Я думаю, скорее всего, в Казанский КАИ. Men Qozondagi KAI universitetiga topshirmoqchiman. U yerdagi ta'lim yo'nalishlari menga juda ham yoqdi. Ko'rgazmani aylandik. Hali o'zimga mos universitetni topmadim, lekin yangi o'quv yo'nalishlari bilan tanishdim. Mana shunaqa ko'rgazmalar o'z yo'lini topishda va maqsad qidirishda yordam beradi deb o'ylayman. AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiya va boshqa davlat universitetlarining vakillari har bir ko'rgazma ishtirokchilari uchun stipendiya va grant dasturlari haqida ma'lumot berishmoqda. Asosiy shart bu nemis tili. Birinchi navbatda nemis tilini bilish kerak. Germaniyada 99% bakalavriat dasturlari bu nemis tilida. Nimaiki maslahat bersak, yordam bersak, hammasi bepul. Chunki bu Saksoniya hukumatining loyihasi va moliyalashtirish o'sha Saksoniya hukumati orqali amalga oshiriladi. Dasturda o'qish ham bepul shunday. Dastur endi o'zi o'qish tekin. Bolalar faqat o'zini moliyalashtirishga mablag'i bo'lish kerak aslida, lekin o'qish uchun pul to'lamaydi. Agar sizda ham dunyo tan olgan nufuzli xalqaro universitetlarga kirish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, 50 yoki 100% stipendiya dasturlarini qo'lga kiritishni istasangiz, poytaxtimizda o'tkazilayotgan ushbu xalqaro ta'lim va kasb ko'rgazmasiga tashrif buyuring. Ko'rgazma o'z ish faoliyatini 14-aprelgacha olib boradi. Ko'rgazma 16-aprel kuni Samarqandning Turizm akademiyasida, 18-aprelda esa Buxoro viloyati yoshlar markazida o'z faoliyatini davom ettiradi.